Bu erkakning qiziqishini yo'qotishiga sabab bo'ladigan 5 ta narsa. Birinchisi, yolg'on gapirish. Agar unga yolg'on gapirsang, bu faqat haqiqat haqida emas, bu uni senga ishonib, o'zini ahmoqdek his qilishiga sabab bo'ladi. Ikkinchisi, uni e'tiborsiz qoldirish. Har safar uni e'tiborsiz qoldirsang, u sensiz yashashga o'rganadi. Uchinchisi, xabarlarda uzoq sukut. Unga uzun matnlar kerak emas, faqat harakat kerak. Sukut unga sen uni hatto o'ylamaysan deganini bildiradi. To'rtinchisi, juda band bo'lish. U haqiqatdan band bo'lgan odam bilan beparvo odamni ajrata oladi. Beshinchisi, uni ikkinchi tanlovdek his qilish. U sening e'tiboring o'zgarganini sezadi va u almashtirilganini his qilganda hissiy jihatdan orqaga chekinadi. Uning qiziqishi bir kechada o'lmagan. Sen uni sukuting bilan asta-sekin o'ldirding. Agar hayotingizni har kuni 1% ga yaxshilamoqchi bo'lsangiz, sahifamizga obuna bo'ling.